Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank tashabbusiga asosan Surxondaryo viloyati Angor tumani Qo'shtegirmon mahallasida 723-724 amalga oshirilgan. Bu yerda Pekin navli karam ko'chatlari ekilgan. Pish davriga kelib, kunlar yuqori darajada isib ketish natijasida karamlarimiz gullab ketdi. Bu yerga zamonaviy uslubda ishlar olib borilgan, mineral o'g'itlar va sug'orish ishlari zamonaviy uslubda olib borilgan. Bu yerning hajmi eniga 120, uzunligi 800 metrni tashkil etadi va 20 ta dehqon xo'jaligiga ajratilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga yarim gektardan ajratilgan yerlar. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkorimiz, bunga berkitilgan tadbirkorimiz lider tadbirkor Agrolimon Bunyod MCJ. Hozirgi kunda nobud bo'lgan karamlarni yig'ishtirib olish ishlari ketmoqda.